Assalomu alaykum qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunaqangi toza hisorizodli qo'zi, qo'chqor sog'liq ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga chorshanba 16-aprel yangi partiya qo'zi qo'chqor sog'liqlarimiz yetib kelgan akalar. Xudo xolasa bugungi videolarimizni boshlaymiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha podpishka qilib, like bosib, bittadan kommentariyani yozib turaverasizlar. Xo'p, akalar, birinchi partiyamiz soni 14 bosh. 10 ta yashil kraskadagilar hammasi qo'chqor, erkak. Xo'p, mana bu 4 ta qizil kraskada jonon sog'liq bor akalar. O'zingiz qo'ldan chiqarib, maza qilib, 4-5 oyda yana bemalol qo'y qo'shaverasizlar akalar. Sentyabrga borib bemalol yaxshi qo'chqor qo'shib qo'ysalar, qo'y bo'ladi. Yo, men faqat qo'chqor boqaman degan akalarga ham o'ylamadan jeti yo'q. 10 ta qo'chqorni berib deb aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, bularda akalar yosh oyligi 4 oy, 5 oylik atrofida qo'zi qo'chqor sog'liqlar. Xo'p, narxi akalar, videoni ortiga katta cho'zmayman. Narxi akalar 14 tani bir joyga 2.700.000 so'mdan ketaveradi. 10 ta qo'chqarni o'zini olaman desangiz ham ketaveradi. Mana bu 4 ta urg'ochini olaman desangiz ham o'ylanmasdan aloqa chiqaverasizlar. Qiniq akalar, xudo xolasa qo'zlarimiz urg'a arziydigan, xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Ish bitadi. Dastlabki xizmatimiz akalar vodiy bo'ylab Toshkent to Samarqandgacha akalar mutlaqo besplatni. Xudo xolasa aloqa chiqasizlar, ish bitadi. Akalar, like bosib, podpiska qilib qo'yish umuman esdan chiqmasin.